Men bitta narsani tushunmayapman. O'zbeklar ham boshqa davlatliklardan PUBG'da hech qolishmaydi. O'tsa o'tadiki, lekin qolishmaydi. Lekin e'tibor berib qarasanglar, O'zbekistonga ja e'tibor qaratmaydi PUBG Mobile. Boshqa davlatlar bayramlari uchun sovg'alar berishadi, kiyimlar qo'shishadi, har xil ruletkalar, har xil kiyimli sabitiyalar qo'shishadi. Hattoki mana shunaqa kompaniyonlar bilan, Helios, Fowning kabi kompaniyonlar bilan gaplashib o'ynash, ya'ni bir-birini tushunib o'ynash imkoniyati bor. Lekin aynan nega o'shalarda o'zbek tili yo'q? Bayramlarimizda ham zo'rg'a vaqtga O'zbekiston futbolkasini oldik. Bilaman, men auditoriyam ja katta emas, lekin bunga o'zbeklarning auditoriyasi yetarli emasmi? Shunday ekan, keling bu videoga bir dona obuna bo'lib, maksimalniy PUBG Mobile ni atmetik qilib ketamiz. PUBG Mobile hammani kuzata oladi, hamma tilni tushunadi. Hurmatli PUBG Mobile, biz ham qolgan davlatlar singari o'zimizning tilimizni joriy qilishni sendan so'rayapmiz. Biz ham har yangilanishda keladigan Helion yoki Fowning kabi kompaniyalarda o'z tilimizda muloqot qilishni xohlaymiz. Qani unda o'zbeklarning kuchini bir ko'rsatib qo'yaylik. Qo'limizdan kelganicha PUBG Mobile'ni kommentariyaga atmetik qilib ketamiz. Shuncha mehnatim uchun bir dona obuna bo'lib qo'ymasangiz uyat bo'lsa kerak endi. Men qo'limdan kelganini qildim. Padeshka bilan esa hammasini hal qilamiz akalar.